Ah, ay. Voy tong otibdi. Ay. Do'stlarim bilan salomlashmadim. Hammaga salom do'stlarim. Bugun sizlar bilan yana men Argon Craft va do'stlarim, mani ikkinchi videomga xush kelibsizlar. Mana do'stlarim, ko'rib turganlaringdek, birinchi videomizda ham mana shu qishloqqa ko'chib kelgan edik. Va mana do'stlar, men joylashdim o'zim mana shu qishloqqa, mana chotki uycha va ichidagi jihozlar bilan do'stlarim. Xo'p, masalan, mayli. O'zi kecha ko'p diskotekada qoldim do'stlarim. Bilmayman, yaramas bezorilarga uchradimmi, mani yomon do'pposlashdi, esimda yo'q. O'shaning uchun ozgina yurolmayapman. Yaramaslar oyog'imga yomon zarar yetkazgan edi. Xo'p, mayli do'stlarim, bo'lmasa videoni cho'zmaylik, boshlaymiz. Xo'p, mana do'stlarim, mani uyim va manbada bir ikkita narsalar o'zgargan. Birinchi videoni ko'rgan bo'lsanglar, o'sha kecha diskotekadan bir ikkita do'stlar o'tirgandim, menga sovg'a jo'natishibdi. Va xo'p, mayli, hozir sovg'achidan nima borligini ko'ramiz. Do'stlarim, to'xtanglar-da, mani cho'ntagimda kaltim yo'q. Men kaltim qarang, aytganman, buncha solganmanmi yoki? Buncha ham kaltim yo'q. To'xtachi. Nima? Shunchagina pulim qoldimi? Atiga 80 ming. Yo-mayo. Shuncha pulim. Kecha aytmoqchi, diskotekaga bordim-ku. Mayli, sovg'a ochaylikchi. Oppa. Qani? 5 mingdan. Hop, yaxshi, sho'rva va aroq. Lekin tushunmadim, men aroqni nima qilaman? Вообще tushunmay qolaman do'stlarim. Xo'p, mayli, shay qo'yib qo'yaylikchi. Lekin sho'rva. Voy, burnim bitib qo'ygan do'stlarim, o'zi kecha kasal bo'lgan edim. Ko'proq sovuqqa yuribman, burnim bitib qopti. Voy, mayli. Xo'p, mayli, sho'rva juda ham shirin, menimcha hididan bilinyapti. Masalan, mana bu yerga solib qo'yamiz do'stlar. Mana ovqatlar, kaboblar, jo'jon oyoqlari, burgerlar. Mana tarafdan men kofe ichish yaxshi ko'raman. Shu issiqqina kofemni olib icha olay, boyagina qilgan edim o'zi. Ertalab soat 5lardami, issiqqina deb ham bo'lmaydi o'zi buni. Xo'p, mayli. Yaxshi, mazza. Yaxshi, bo'lmasa, yo'q, bo'lmasa-ku, men bunga solib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi, xo'sh. Mana buni esa mana bu yerga qo'yib qo'ysam yoki hammayri o'zimni cho'ntagimda yursin, biror nima olarman balki. Va xolodilnik ichida hech narsa yo'q. Do'stlarim, mana bunda ham yo'q. Xo'p, men ham derdim, aytmoqchi, kaltimni izlashim kerak do'stlar. Mani kaltim qanday ketgan bo'lsa endi. Va jinurs, to'xtachi. Mani mashinam qani mani? Mana shu yerda turgan edi-ku kecha. Yura olmayapman. Do'stlarim, chopay deyman, lekin stop, bu nima balo bo'ldi endi? Voy, qishloqqa menga tushuntirib bera olasanmi? Kecha sen mana shu yerda mashinamni uying oldida qo'ygandim. Nima bo'ldi? Qani mashinam? Mana bular nima balo? Voy, nima bo'ldi o'zi qishloqqa? Bir boshdan tushuntirib ber. Rek, afsus. Seni mashinangni bo'ldi endi, olib ketishyapti. Lekin nimaga qirga olib ketishadi? Militsiyachi o'zi seni so'rayotgandi. Hozir chaqirib chiqmoqchi edim. Endi o'zing oldi ham borasan shekilli. Mayli, bora qol, o'zidan batafsil tushunib olasan. Yo'q. Xo'p, mayli. Do'stlar, bo'lsa boraylik. Do'stlar, mana mashinam do'stlar. Kamazga ortilgan va bilmayman nima uchun. Aytmoqchi, kecha esimga tushdi, militsiyachi meni ogohlantirgandi. O'zi qani endi? Bularning eshiklari ochiq, taylab ketishibdi-ku. Voy, do'stlarim, men ogohlantirdim. Bo'lsa militsiyani topib gaplashib olayman u bilan. Hey do'stlarim, afsus, mashinamdan ayrilib qoldim. Voy do'stlar, endi nima qilaman bilolmayapman do'stlarim. Mashinam ham yo'q. Короче, men hozir militsiyadan so'radim, nima bo'lgan, nima qilgan. Kecha meni diskotekaga ketayotgan paytim ogohlantirgan edi do'stlarim meni. Men esa uning gapiga kirmayman do'stlarim. Mashinangni hali ham shunday qilib yuribsanmi? Oddiy mashinaday qilib qo'y. Bunday qilib bo'yagansan, unday qilgansan, bunday qilgansan.
Xullas, men shunaqa gaplar aytib, qitqivordim. Anisa unga hech narsa demadim do'stlarim. Shunchaki parvo qilmay o'tib ketgan edim. Ah, jin ursin, mana mashinamni ham olib qo'yishibdi. Kechasi esa uxlayotgan paytim kaltini mana bu stolning ustiga qo'yib ketgan edim. Militsiya esa shartta kelib kaltni olib ketibdi. Hattoki sezmabman do'stlarim. Ah, mayli, endi esa mashinam yo'q do'stlar. Aytamoqchi, mana u pulim ham oz qolgan o'zi. Pashto вообще qolmagan. Men esa bu qishloqqa soliqlar to'lashim kerak, o'qishim kerak. Hali yomon ko'p ishlarim bu do'stlarim. Mayli, endi bir amallaymiz. Men dedim, endi esa mashinam yo'q. Pulim ham umuman kam qolgan. Hamma pulimni esa diskotekaga sarflayapman. O'zi bir haftadan beri diskotekaga boryapman do'stlar, adashyapman. Yaqinda uyimni ham to'xtab olishmasa bo'ldi, nima desanglar. Chunki o'zi men baqa u pullarni to'lamayapman merga. Mer esa jahli chiqyapti bunda. Ozgina pulim qo'yam o'zi. Nima ham qilardim do'stlarim endi. Pulimni hisob qilamiz, yo'q qo'yay buni. Mana bu narsani esa umuman bilmay qoldim. Buni nima qilaman? Xo'p, mayli do'stlarim. Biror narsaga kerak bo'lib qolar balki, bilmayman yana ham. Nimaga kerak qolishi mumkin? Xo'p, bo'lmasa endi nima ham qilardim? Mayli. Ishlarim ham yomonlashib ketdi. Afsus. Mana do'stlarim, qaranglar, mana shunaqa joylarga kelib qoldim oxiri mana do'stlarim. Uyimda ham olib qo'yishdi. Hamma narsani olib qo'yishdi mendan ishsiz. Bunga sabab esa o'sha soliqlarni to'lamaganim sabab bo'ldi. Va yana bir ikkita narsalarni ham pulni to'lamagan edim. Endi esa bunaqa musorday joylarda yashab yuribman do'stlarim, bo'lmish bo'lib. Mana do'stlarim, qaranglar, shunaqa bo'lsa ham uyim bor lekin. Mayli, shunga ham shukr qilishim kerak. Har holda ko'chada yotganim yo'q-ku. Xo'p, mayli do'stlarim. Menga yordam beringlar do'stlar. Sizlar like bossanglar, obuna bo'lsanglar, menga katta yordam qilgan bo'lasiz do'stlarim. Ko'proq videolarimga like bosib, obuna bo'lib qo'yish eshiklardan chiqmasin. Xo'p, mana do'stlarim, mana bu yerda olov yoqqanman. Bu yerda esa yotaman, to'shakcham. Mana bu yerda bunaqalar, bunaqa ovqatlar yuribman. Qarang do'stlarim, hozir men bomishga aylanganman. Xullas, mana korobkadan o'zim bitta uy qurib oldim. Xo'p, mayli, mana bu yerda qishloqlar. Va do'stlarim, bizlarning o'zimizga qiladigan ishlarimiz bor. Bundaqa shishalarni yig'ish. Nima desanglar, bu shishalarni biz sotamiz. Yaxshi. Bu yerdan shisha bor ekan. Hammasini sotsak bo'ladi do'stlarim. Xo'p, mana bu yerga ham shishalar bor. Xo'p, mana do'stlarim. Qani, ba'zi kim ochib qo'ygan? Qishloqlarni nimadirlar. Qishloqlarni shiddatlar do'stlarim. Men e'tibor qilmaymiz. Shishalarni teramiz undan ko'ra. Xo'p, bu yerda ko'pgina shisha bular esa ancha deb turibdi. Ham o'tib ketdi mana. Mana uyim esa mana do'stlarim, ko'rib qo'yinglar. Uyimni tambalab taylashgan mana. Ichlari to'r bosib yotibdi shunda. Afsus. Xo'p, men shishalarni ham terib oldim. Yana qayerda shisha bor bo'lsa. Do'stlarim, ana bu yerda korobka bor ekan. Xo'p, yaxshi, korobkalarni ham sotsak bo'ladi do'stlar. Bu korobkalarni ham terib olaylik. Yaxshi. Qishloqqa korobkalarni tersam bo'ladimi, sizlarga kerak emasmi? Yo'q, bemalol terishingiz mumkin. Bizga korobkalarni keragi yo'q. O'zi bularni musor bo'lganicha olib chiqib tashlayapmiz. Mayli, unda teraveraman. Xo'p, mayli, teramiz, sotamiz keyin. 12 ta korobka yaxshi. Xo'p, mayli, mana bu yerda ikkita odam yashaydi do'stlarim, qishloqda ikkita oxirgi uychasida. Mana bu yerda shishalarni qabul qiladigan chol, bu yerda esa korobkachi. Xo'p, mana chol mana bu yerda o'tiribdi ekanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Shishalar olib keldingmi? Shishalar olib keldim. Olasizmi? Qani, ko'rsatchi. Xo'p, mayli. Xo'p, mana bunda 8 ta. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa, endi bularni sotamiz do'stlar. Yaxshi, endi bularni.
Bo'ldi, rahmat sizga. Endi men ketishim mumkinmi? Bemalol ketaver. Bugun ko'proq shishalar olib kelibsan, yaxshi. Shunday ishlasang, ko'proq pul beraman. Hozircha pulim qolmadi-da. Kelasi safar yana shishalar bilan kelsang, mayli unda bora qol. Seni ham vaqtingni oldim. Nimasi? Yo'q, vaqtim olgancha. Xo'p, korobkachi amaki, mana men keldim. Sizga 12 ta korobka olib keldim. Xo'sh. Korobkalarni olasizmi? Mayli, berchi. Qani. Mayli, 5 tasidan shunda ola qol. Bularni ham sotaman, mayli. Yaxshi, bugun 65 ming ishladim. Rahmat sizlarga. Mana bu shisha esa sizga podarka bo'pti, xayr. Mayli, do'stlarim, ketdik bugun. Yaxshi ishladik. Xo'p, do'stlarim, bugun omadimiz keldi, qaranglar. 65 ming ishladik. Yaxshi, do'stlarim. Va albatta kelasi safar ko'proq pul ishlashga harakat qilamiz. Mayli, do'stlarim, mana uyimga ham kelib oldim. Va bugun sizlar bilan bomich hayoti birinchi qism edi. Mana uyimni tortib olishdi, mashinamni ham tortib olishdi, do'stlarim. O'zinglar ko'rdinglarmi, bomich bo'lib qoldim mana. Joyda yashayapman endi, do'stlar. Xo'p, tushib ketdim o'z oyog'im olib. Xo'p, mayli, mana bugun yaxshigina ishlab pul ishlab oldik. Endi asta-sekin shunday rivojlanishni boshlaymiz, do'stlarim. Mayli bo'lmasa, unda hammaga xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa albatta meni kanalimga obuna qo'yish esingizdan chiqmasin, do'stlarim. Aytmoqchi, videoga like bosib, kanalimga obuna qo'yinglar, do'stlarim. Bo'lmasa video tugadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.